Assalomu alaykum video ma'ruza tinglovchilar. Bugun sizlarga buxgalteriya hisob kafedrasi tomon o'tiladigan buxgalteriya hisobi fanidan buxgalter kasbiga qo'yiladigan talablar mavzusida video ma'ruzamizni boshlaymiz. Ushbu video ma'ruza mavzusi buxgalteriya kasbiga qo'yiladigan talablar nomlanib, ushbu mavzuni o'rganishda biz quyidagi rejalarni tuzib oldik va ushbu mavzuda quyidagi rejalar asosida o'rganamiz. Birinchi navbatda buxgalter kasbi. Nima? Buxgalter kasbiga qanaqa javobgarlik, majburiyatlar va talablar qo'yilganligini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi rejamizda buxgalter hisobi bo'yicha jamoat tashkilotlari, ularning roli va ahamiyati haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz va ularning faoliyatini ham aytib o'tamiz. Uchinchi rejamizda buxgalterlar milliy va xalqaro sertifikatlash tizimi haqida gapirishamiz. Sababi buxgalteriya kasbiga ega bo'lish uchun faqatgina oliy ta'lim muassasalaridagi diplomni kamlik qiladi va qo'shimcha buxgalteriya hisobi xalqaro sertifikatlari ham ega bo'lish kerak bo'ladi. Xo'p, buxgalteriya kasbi o'zi nima? Buxgalteriya kasbi lug'aviy ma'nosi kelib chiqadigan bo'lsak, bugun qabul qilingan jahon amaliyotida ham buxgalteriya xodimlarini ikki toifaga bo'lamiz. Bu birinchisi buxgalter deyiladi, ikkinchisi hisobchi deyiladi. Buxgalter hozirgi kunda umumiy tushunchaga ega. Mamlakatimizda yoki mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida ham ko'pchiligida o'sha buxgalter deb aytiladi. Ushbu tushunchalar yaxlit bir nima keltirilgan, bir holga keltirilgan. Buxgalter bu xalqaro MDH davlatlari ichida xalqaro darajada e'tirof etilgan so'z, ya'ni iqtisodiy termin sifatida ham foydalaniladi. Odatda buxgalteriya hisobi mutaxassislarning hammasi, ya'ni malakasi va bajarayotgan ish xususiyatidan qat'iy nazar buxgalter deb ataymiz. Buxgalteriya bo'limida ishlayotgan barcha xodimlarni biz buxgalter atar ekanmiz. Lekin har bir xodimni o'zini ish bajaradigan kasbi bor. Misol uchun materialni buxgalter deymiz. Asosan korxonadagi materialni operatsiyalar, materialni hujjatlarni yuritadigan buxgalter yoki realizatsiya bilan shug'ullanadigan buxgalterlar bo'ladi. Yoki расчетный buxgalter deydi, ish haq hisoblash yoki boshqa korxonalar bilan o'zaro hisob-kitoblarni hisoblaydigan buxgalter bo'ladi. Shunga o'xshaydigan buxgalteriyaning bir qancha xillari mavjud korxona ichida. Lekin jami korxonani biz buxgalteriya deymiz. Ayrim Yevropa yoki o'sha g'arb mamlakatlarida yoki sharq mamlakatlarida bu buxgalteriya demaydi, ko'proq moliyaviy menejer deb aytiladi, ya'ni financial manager deydi buni. Ya'ni moliyaviy pul mablag'lari bilan bo'ladigan barcha operatsiyalarni hisobga olib boruvchi, boshqaruvchi bu buxgalter deb ataladi. Xo'p, buxgalteriya kasbi bizim mamlakatimizda buxgalteriya kasbiga qo'yiladigan talablar, majburiyatlar va huquqlar aslida 30-avgust 1996-yildagi 279-sonli buxgalteriya hisob to'g'risidagi qonunda ham belgilab qo'yilgan. Ushbu qonun 13-aprel 2016-yilda ya'ni 404-sonli buxgalteriya hisob to'g'risidagi qonunda yangi o'zgarishlar, qo'shimchalar kiritildi. Bunga va qo'shimcha yangi tahrir tasdiqlandi. Unda buxgalteriya hisobi tushunchasi, buxgalteriya hisobi kasbiga qo'yilgan talablar, buxgalteriya hisobini obyekti, subyekti kabi moddalari mavjud. Xo'p, bu qonunda o'sha yangi normalar, buxgalteriya hisobining xalqaro prinsiplari, ya'ni tamoyillari, bizni avvalgi eski qonunimizda 18 ta tamoyilda kiritgandi, lekin yangi o'zgarishlar qonunimizda 3 ta prinsip qoldirib, bu xalqaro tajribadan kelib chiqdi. Vastan o'sha xalqaro standartlarga muvofiq huquqiy tartibga solinish ham takomillashtirishga, huquq va majburiyatlarni aniq chegaralash yo'li bilan qo'yilgan yurt subyektlar rahbarlari, ularning buxgalteriya xizmatlari rahbarlari javobgarligini ham oshirishga qaratilgan. Biz avval buxgalteriya rahbarlari derdik, hozir buxgalteriya xizmatlari rahbarlari deb ham o'zgartishlar kiritilgan.
buxgalteriya hisobi rahbariga qo'yiladigan talablar. Ya'ni biz yangi qonunda o'zgarishda quyidagi talablarni biz kiritganmiz. Birinchisi, buxgalteriya hisobini va moliyaviy boshqaruvni yuritayotgan bosh buxgalter yoki boshqa mansabdor shaxs uning rahbari bo'lishi mumkin. Ikkinchi talabi, muomala layoqati belgilangan tartibda cheklangan yoki muomalaga layoqatsizlik topilgan, shuningdek qasddan sodir etgan jinoyat uchun muddat o'tib ketmagan yoki olib tashlanmagan sudlanganligi mavjud shaxsda ham buxgalteriya xizmati rahbari bo'lishi mumkin emas. Bu ham o'sha bosh buxgalteriya hisobi rahbari qo'yiladigan talablar. O'sha ikkita talab bajarmasa rahbar bo'lishi mumkin emas ekan. Xo'p, endi buxgalteriya hisobi rahbari quyidagilar bo'lishi mumkin. Ya'ni bosh buxgalter yoki buxgalteriya hisobi va moliyaviy boshqaruv vazifalarini amalga oshiruvchi boshqa mansabdor shaxs buxgalteriya hisobi xizmatining rahbari hisoblanadi. Xo'p, buxgalteriya hisobi xizmati rahbari bevosita buxgalteriya hisobi subyektlar rahbariga bo'ysunadi. Ya'ni korxona rahbariyatiga bo'ysunadi. Buxgalteriya hisobi xizmati rahbarining xo'jalik operatsiyalarini hujjatlar asosida rasmiylashtirish va ularni buxgalteriya hisobi xizmatlariga taqdim etish bo'yicha talablari buxgalteriya hisobi subyektining barcha xodimlari uchun bu majburiy hisoblanadi. Ya'ni buxgalteriya hisobida yuritiladigan bo'limlarning barcha hisobchilari yoki buxgalterlari o'ziga biriktirilgan, ya'ni javobgarligida bo'lgan mol-mulk bo'ladimi, xo'jalik operatsiyalari bilan bularni hujjatlarini rasmiylashtirish va buxgalter hisobiga oid boshqa bir talablar bo'ladigan bo'lsa, barchasini amalga oshirish majbur hisoblanadi. Keyingisi, buxgalteriya hisobi subyektining rahbari va buxgalteriya hisobi xizmatining rahbari o'rtasida ayrim xo'jalik operatsiyalarini amalga oshirishga doir kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda ular bo'yicha hujjatlar operatsiyalar amalga oshirilishining oqibatlari uchun shaxsan javobgar bo'lgan buxgalteriya hisobi subyekti, ya'ni o'sha bo'lim buxgalterlari rahbarlari yozma ravishda farmoyishi bilan ijroga qabul qilinishi mumkin. Har biri yoki yozma ravishda tilxat yoki qanaqadir farmoyish ko'rinishida amalga oshiriladi. Hop, majburiy auditorlik tekshiruvdan o'tishi lozim bo'lgan buxgalteriya hisobi subyektlari, bular asosan aksiyadorlik jamiyatlari, banklar va boshqa kredit tashkilotlari, bundan mustasno aksiyadorlik jamiyatlari yoki davlat aktivlari mavjud bo'lgan korxonalar kiritiladi. Ular buxgalteriya hisobi xizmati rahbari quyidagi talablarga javob berishi kerak. Bu buxgalteriya hisobi kasbini egallagan o'sha aksiyadorlik jamiyatlarida davlat aktivlari mavjud bo'lgan korxonalardagi buxgalterlar birinchi navbatda oliy ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Ikkinchi navbatda oliy iqtisodiy ma'lumotga ega bo'lgan taqdirda oxirgi 5 kalendar yildan kamida 3 yili noiqtisodiy oliy ma'lumotga ega bo'lgan taqdirda, agar o'sha moliya yoki boshqa sohani o'qimagan bo'lsa, oxirgi 10 kalendar yilidan kamida 7 yili buxgalter hisobini yuritish yoki moliyaviy hisobotni tuzish yoki auditorlik faoliyati bilan bog'liq ish stajiga ega bo'lishi kerak. Xo'p, keyingi talab, majburiy auditor tekshiruvdan o'tish lozim bo'lgan buxgalteriya hisobi subyektlari rahbari buxgalteriya hisobi xizmati rahbarining har yili malaka oshirish o'tishni ta'minlashi kerak. Bu malaka oshirish har bir bosh buxgalter har yili 20 soatlik malaka oshirish kursidan o'tadi. Bu asosan malaka oshirish kursi 4 ta bo'limdan iborat. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasida o'sha buxgalteriya hisobiga doir qonunchilik, me'yor hujjatlar. Ikkinchisi, buxgalteriya hisobini, ya'ni moliyaviy hisobot xalqaro standartlari bo'yicha o'zgarishlar yoki o'sha qo'shimchalar. Uchinchi bo'limi soliq va majburiy to'lovlar bo'yicha yangi o'zgarishlar bo'yicha o'zining malakasini oshirish kerak va oxirgisi ya'ni huquq va o'sha tadbirkor huquqi bo'yicha, korporativ huquq bo'yicha o'zini malakasini oshirish kerak. Bu malaka oshirish kursi 20 soat deyiladi.
buni ko'pgina o'sha o'quv markazlari yoki jamoatchilik tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi. Xo'p, buxgalter hisobi bo'yicha jamoatchilik tashkilotlar, ularning roli va ahamiyati. Va buxgalter hisobi jamoatchilik tashkilotlar bizda asosan ikkita jamoat tashkilotini biz bilamiz. Birinchisi buxgalterlar va auditorlar milliy assotsiatsiyasi bor. Bular o'sha buxgalterlarning malakasini oshirish, ularni sertifikatlash bilan shug'ullanadi mamlakatimizda. Va auditorlar palatasi. Auditor palatasi asosan ichki audit va tashqi auditorlarning buxgalterlarning malakasini oshirish yoki ularning faoliyati bo'yicha sertifikatlash tizimini amalga oshiriladi. Lekin xalqaro buxgalteriya standartlarining rivojlanishi bu yerda nega xalqaro bo'lyapti? Sababi xalqaro buxgalteriya standartlari bo'yicha ham ko'pgina sertifikatlash tizimi bor. Buni hali keyingi slaydlarimizda to'xtalib o'tamiz. Lekin o'sha 1973-yilda rasman xalqaro buxgalteriya standartlari qo'mitasi tuzilgan. Bu qo'mitaga 9 ta davlat, ya'ni o'sha professional buxgalteriya bo'limlarining o'zini filiallarini o'zi bilan ochgan. Bu o'sha qo'mita tomonidan xalqaro buxgalteriya standartlari ishlab chiqa boshlangan 1973-yildan boshlab. Va o'sha standartlar asosida buxgalterlarga o'sha malaka imtihon qo'yilib, o'sha buxgalterlarni sertifikatlash tizimi olib borilgan. Va bu standartlar o'sha davrda 73-yildan to hozirgi kungacha 41 ta standart tashkil etadi. Lekin 2001-yildan boshlab xalqaro buxgalteriya qo'mitasi emas, xalqaro buxgalterlar federatsiyasi bo'lib yangida tashkil etilgan va bugungi kunga kirib 16 ta moliya hisobot xalqaro standartlari va xalqaro buxgalteriya standartlarini yangilangan, yangi o'zlashtirilgan variantlar ishlab chiqa boshlandi. Bugungi kunda 25 ta xalqaro buxgalteriya standarti bor va 16 ta xalqaro moliya hisobot standartlari bor. Jami bo'lib 41 ta xalqaro standart deymiz biz buni va bularning hammasi bir vaqtda tasdiqlanmagan. Standartlar yangilanib va qo'shimchalar kiritilib bo'lgan. Buni biz xalqaro standartlar mavzumizda to'xtalib o'tamiz har biriga birma-bir. Xo'p. Buxgalterlar milliy xalqaro sertifikatlash tizimi. Bu mamlakatimizda bugungi kunda o'sha aytib o'tganimizdek jamoatchilik tashkilotlar buxgalter hisobining va buxgalteriya va auditorlar milliy assotsiatsiyasida bugungi kunda amalga oshirilyapti. Auditorlar palatasida amalga oshirilyapti. Buxgalterlarni sertifikatlash tizimi. Buxgalteriya kasbini egallash uchun aynan iqtisodiy yo'nalishdagi universitetlarda yoki institutlarda ta'lim olish talab etilmaydi yoki umumiy boshqa noiqtisodiy faoliyat, noiqtisodiy mutaxassislik o'tganlar ham buxgalteriya kasbini egallash mumkin. Buxgalteriya kasbini egallash uchun buxgalteriya sertifikati talab etiladi agar noiqtisodiy faoliyat bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, birinchi yuqorida aytib o'tdik, birinchi navbatda o'sha sertifikatlar berish va sertifikatlash tizimi bizda auditorlar va buxgalterlar milliy assotsiatsiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Imtihonni Ilm-fan rivoj yoki buxgalterlar imtihonlash markazi degan ularning o'zini nodavlat notijorat tashkiloti bor, o'sha tomonidan amalga oshiriladi. Va buxgalteriya sertifikati buxgalteriya hisobi sohasida faoliyatni amalga oshirish uchun buxgalteriya professional malakasini tasdiqlaydigan hujjat hisoblanadi. Nomini aytibdi, bu yerda professional. Yana buni biz ikkita sertifikatlash darajaga bo'lish orqali o'rganamiz. Buxgalterlar sertifikatlash darajasi 2 qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi sertifikatlangan amaliyotchi buxgalter deyiladi. Bu asosan sertifikatlangan buxgalter amaliyotchi degani CPA degani Certificated Practical Accounting degani, ya'ni bizning milliy standartlar bo'yicha, milliy qonunchiliklar bo'yicha
imtihon topshiradi va soliq solish, ya'ni soliq bizani milliy soliq tizimimiz bo'yicha ham imtihonlarni muvaffaqiyat topshirgandan keyin ularga o'sha milliy sertifikat beriladi. Bundan tashqari ikkinchi daraja sertifikatlash bu professional buxgalter deyiladi. Bu birinchi daraja sertifikat olib bo'lgandan keyin bu qo'shimcha ravishda undan tashqari birinchi sertifikatdan tashqari imtihonlar bo'lib o'tgandan keyin moliyaviy hisob xalqaro standart, ya'ni moliyaviy hisob fanidan imtihon topshiradi. Keyin boshqaruv hisobi fanidan imtihon topshiradi va tadbirkorlik faoliyatini huquqiy tartibga solish fanlari bo'yicha ham imtihonlarni topshirish kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda asosan 3 ta fan topshiriladi, 4 ta fan topshiriladi. Moliyaviy hisob, boshqaruv hisobi, tadbirkorlik faoliyati bo'yicha topshiriladi, ya'ni 3 ta fan. Bu asosiy professional buxgalter degan sertifikatni beradi. Bu sertifikatda o'sha nizomni qarasak, buxgalterlar sertifikati to'g'ri nizom bor, o'sha ikkinchi ilovasiga ko'ra shaklda beriladi. Bu bizada KEP deyiladi, ya'ni professional buxgalter degan sertifikatga ega bo'ladi. Va bularning yana davomi bor. Keyingilari mesela SEPA deyiladi. Xalqaro professional buxgalter degani Certificated International Professional Accountant deyiladi. Bular ya'ni moliyaviy hisob 2, boshqaruv hisobi 2, qo'shimcha audit, moliyaviy risklar yoki moliya menejment fanlari ham qo'shimcha ravishda o'tilgandan keyin bu xalqaro darajada SEPA imtihon sertifikat beriladi. Sertifikatlangan amaliyotchi buxgalter sertifikatini olishga da'vogarlar quyidagicha hujjatlarni, ya'ni quyidagicha malaka talablariga javob berish kerak. Birinchi navbatda o'rta yoki oliy ma'lumot, shu jumladan xorijiy davlatlarning oliy ta'lim muassasalaridan ham olingan o'sha O'zbekiston Respublikasida qonun hujjatlariga muvofiq e'tirof etiladigan ma'lumotning mavjudligi, ya'ni diplomning mavjudligi. Xo'p, ikkinchi talabimiz, keyingi talab, ya'ni ta'lim muassasasini bitirgandan keyin buxgalteriya hisobi, audit, soliq maslahati, soliq nazorat sohalarida yoki ushbu sohalarda dars berish bobida uni bitirgan keyingi 5 yilning kamida 1 yili mobaynida amaliy ish, ya'ni praktika, ya'ni bo'lish kerak. Shu jumladan shu o'rindoshlik asosida bo'ladi. O'sha mavjud bo'lish kerak. O'sha imtihon topshirish uchun talab bu. Uchinchi, milliy qonun hujjatlari bo'yicha buxgalteriya hisobi va soliqqa solish fanlariga doir imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirish, ya'ni birinchi darajalarning hammasini topshirib bo'lgandan keyin, o'sha sertifikat bo'lgandan keyin imtihonga, ya'ni topshirishga ruxsat etiladi. Oxirgi talabi, respublika buxgalterlar auditda bir professional jamoat birlashmasidan biriga a'zo bo'lish kerak. Ya'ni o'sha audit palatasi yoki o'sha assotsiatsiya biriga a'zo bo'lish kerak. Sertifikatlangan professional buxgalter, ya'ni sertifikatini olishga da'vogar quyidagi malaka talablarga javob berish kerak bo'lyapti. Bu yerda o'sha oliy iqtisodiy ma'lumot mavjud hamda 2 yil davomida amal stajiga ega bo'lgan bo'lish kerak. Sertifikatlangan amaliyotchi buxgalter sertifikati mavjud bo'lganda birinchi va oxirgi imtihonlardan topshirish sanalari o'rtasidagi ko'pi bilan 5 yil muddat bo'lishi kerak. Agar 5 yil o'tib ketsa ham talab javob bermaydi, qaytadan birinchi darajani olish kerak bo'ladi. Respublika buxgalteriya auditorlar professional jamoatchilar biriga a'zo bo'lishga bunali birinchi darajaga, ikkinchi darajaga ham o'sha talablar qo'yilgan. Xo'p, sertifikat olish uchun da'vogar bo'lgan o'sha auditorlar professional jamoat birlashmalariga ariza bilan taqdim etadi. Ular arizaga topshirganda quyidagi hujjatlar o'ziga ilova qilish kerak. Birinchi hujjat belgilangan shaklda to'ldirilgan anketa shakli bor to'ldiriladi. Keyin o'zi pasport nusxasi, notarial yordam bergan
ta'lim vosita tomonidan berilgan tasdiqlangan ma'lumot to'g'risidagi diplom nusxasi, diplomni kserokopiya qilinib, notariusga va asliga to'g'ri yoki institutning asliga to'g'ri deb pechat qo'yib imzo qo'yib olish kerak bo'ladi. Keyingi notarial yoki ish beruvchi tomonidan tasdiqlangan mehnat daftarchasining ko'chirmasi, mehnat daftarchasining xuddi shunaqa kopiya olinib, nusxa olinib, uni ham notariusda yoki ishxonasidan asliga to'g'ri deb topshirish kerak. Keyin ikkita o'sha fotosurat beriladi. Keyin tegishli imtihonlar muvaffaqiyat topshirgan to'g'risida, ya'ni milliy standart bo'yicha soliq solish bo'yicha ham guvohnomalar sertifikatlarini topshirish kerak bo'ladi. Va oxirida hujjat bergan respublika buxgalteriya va auditor professional jamoatchilik tashkilotining a'zolik tasdiqlangan hujjatini ham taqdim etish kerak bo'ladi. O'shandagina o'sha professional jamoatchi birlashmasiga o'sha sertifikat olish uchun hujjatlar taqdim etiladi. Xo'p, bunda eng asosiy bizda yangi bo'lgan yangilik mana 2020-yil 24-fevraldagi 11-sonli prezident qarori qabul qilingan. Bu qarornoma moliyaviy hisobotni xalqaro standartlarga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida nomlanadi. Bu standart hozirgi kunda iqtisodiyotimizdagi buxgalteriyalarni isloh qilishning tubdan o'zgartirib yuborish kutilyapti. Sababi bu yangicha talab, yangicha qonun qoida bo'lyapti. Sababi bunga ko'pgina endi imtihonlar, o'qish va yana malaka oshirish kurslari ko'payadi. O'sha standartga muvofiq, ya'ni 16-11-sonli prezident qaroriga muvofiq moliyaviy hisobotni xalqaro standartlarga o'tishni jadallashtirish orqali biz xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlashimiz kerak va xalqaro moliya bozorlariga ham kirish imkonini kengaytirish kerak. Bu chunki xorijiy investorlar o'zining mablag'ini, o'zining investitsiyasini qay holatda amalga oshirayotganini bilish uchun bizdan ma'lumot so'raydi, ya'ni axborot so'raydi. Bu biz moliyaviy hisobotlar axborot hisoblanadi. O'sha moliyaviy hisobotlarni biz xalqaro standartlar asosan tuzib taqdim etishimiz kerak. Ular o'shani tan oladi. Sababi xorijiy investor milliy standart bo'yicha ishlashga, ularni huquq, xalqaro standart bo'yicha tan oladi. Biz nashrligimiz xalqaro standart bo'yicha ma'lumot yetkazib berishimiz kerak. Va xalqaro moliya bozorlariga biz ham milliy korxonamiz chet el korxonalari bilan o'zaro oldi-sotdi yoki import eksport olib borganda o'zar biz bir-birimizni hisobotlarimizni bemalol tahlil qilishimiz kerak. Shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini ham takomillashtirish maqsadida shu aksiyador jamiyatlari, mana tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchilar toifasi kiritilgan yuridik shaxslar 2021-yil 1-yanvardan boshlab moliyaviy hisobni xalqaro standartlar asosida buxgalteriya hisobini yuritishni tashkil etadi va 2021-yil yakunlaridan boshlab xalqaro standartlar asosida moliyaviy hisobotlarni tayyorlaydi va taqdim etadi. Bunda qonun hujjatlarida ya'ni xalqaro standartga o'tishning ertaroq muddatlari nazarda tutilgan yuridik shaxslar bilan mustasno deyilgan. Lekin shunda ham bizlardagi yirik tashkilotlar, aksiyador jamiyatlari, sug'urta tashkilotlarining soni juda ko'p. Bu xalqaro standartga o'tish uchun bizga kerakli malakali xodimlar, kadrlar kerak bo'ladi. Xo'p, ushbu qarorda aytib o'tilgan 2021-yil yakuniga qadar buxgalterlarning xalqaro sertifikatlash doirasida, ya'ni moliyaviy xalqaro standartlar bo'yicha moliyaviy hisobot fanini muvaffaqiyatli topshirganlik to'g'risida hujjat kerak bo'ladi. Bu hujjatlar xalqaro bo'lyapti. Shu joyga e'tibor berishlarini so'rayman. Bu yerda 4 ta sertifikat aytilyapti. Birinchisi sertifikatlangan xalqaro professional buxgalter SIPA. Bu SIPA sertifikati bizning o'sha auditorlar buxgalteriya milliy assotsiatsiyasi tomonidan taqdim etiladi. Bu asosan o'sha ikkita KEK va SIPA imtihonlari asosida topshiriladi. O'sha sertifikatga ega bo'lgan taqdirda siz o'sha korxonada buxgalter ishlash huquqiga egasiz. Keyingisi sertifikatlangan diplom buxgalter, ya'ni SSA. Bu Angliya, ya'ni Yevropa davlatlari, Avstraliya davlatlarida amalga oshiriladi. Ko'proq yirik korxonalar
tomonidan qabul qilingan yoki tan olingan sertifikat tizimi deyiladi. Buni xalqaro darajada top birinchi o'rinda turadi. O'sha buxgalterlar sertifikat tizimi bo'yicha bu ham ikkita sertifikat tizimidan iborat. Birinchisi ya'ni F Foundation deydi, ikkinchisi P deydi, ya'ni professional deydi. Foundation 9 ta leveldan iborat, ya'ni F1 dan F9 gacha deyiladi. O'sha F9 fanlarni tugatsangiz sizga F ya'ni 9 moliya SEC sertifikat beriladi va P 6 ta fandan iborat. 6 ta fandan xohlagan 4 ta fanni tanlab o'rganish va professional deyiladi. Va uchinchi sertifikatlangan jamoatchi buxgalter deyiladi. Bu Amerika davlatining sertifikat tizimi. Hozirgi kunda bizning mamlakatimizda juda kam, bitta shunaqa jamoatchilik, ya'ni o'quv markazlar tomonidan amalga oshirilmasa, bu deyarli yo'q. Lekin sertifikatlangan diplom buxgalter ECC bunda 4 ta, ya'ni akkreditatsiyadan o'tgan o'quv markazlari tomonidan amalga oshirilyapti. Bunda o'qib bemalol o'sha onlayn tarzda imtihon topshirib sertifikatini olsak bo'ladi. Va oxirgisi xalqaro moliya hisobot bo'yicha diplom. Buni Rossiya davlati tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan. Bu ko'proq xalqaro, ya'ni moliya hisobot standartlari bo'yicha diplom deyiladi. Bu o'zlar ishlab chiqqan DTFda, bu DTF faqat o'sha O'rta Osiyo yoki Rossiya davlatlarida amal qilinadi. Mana shu 4 ta sertifikatdan biriga ega bo'lgan kamida 3 nafar mutaxassis miqdorida, ya'ni o'sha yuqorida aytib o'tdik, aksiyador jamiyatlari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lash korxonalarida ta'minlash kerak. Bu ham buxgalter kasbiga qo'yiladigan talablardan biri. Va o'sha sertifikatlangan mavjud bo'lgan xodimlar bugungi kunda shu korxonalarga hozir ayrim ma'lumotlarga ko'ra 10 mingta mutaxassis, ya'ni buxgalter kasbiga ega bo'lgan mutaxassis kerak ekan. 10 mingta o'sha yuqoridagi 4 ta sertifikatdan biriga ega bo'lgan o'ziga o'sha buxgalter kasb kerak va ular o'z faoliyatini o'sha moliya hisob xalqaro standartlari asosida yuritishini ta'minlab boradi. Qisqacha bizning o'sha buxgalter kasbiga qo'yilgan talablar mavzuimiz bo'yicha video ma'ruzadan shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Savollar va qo'shimchalar bo'lsa, o'sha Telegram yoki email yoki elektron pochtalarimizga murojaat qilishingizni so'raymiz.